Davay kapot, tezroq qoq, hammasi bilan seni kutamiz. Hozir qishloqlar poylab turinglar. Bitta bolt qoldi. Hozir ozgincha qoldim. Ana vopa bo'ldi. Hozir qishloqlar yoniga ketaman. Hammamizni ranchib olayim. Kapot ana tayyor bo'ldi. Qishloqlar tayyor bo'ldi. Ha, kapot, eng qimmat mahalla Minecraftda tayyor bo'ldi. Wow, rostdan ham zo'r qildi-ya. Hammamiz zo'r ishladik. Mana qaranglar qishloqlar almazni mahalla. Kapot, tabriklayman, hammalaringiz zo'r chiqdi-ya. Вообще zo'r chiqdi. Kapot zo'r chiqdi lekin hamma bizga hamma yoqyapti. Endi men eng qimmat mahallada yashayman. O'sha boshqa qishloqlar eshitib bo'lib yoqqanlari mehmonga bizning mahallamiz ko'rib ketishga bilmasam endi to'pmador edasizlar. O'sha ertaga hamma qishloqlar keladi, ko'p qishloqlar keladi. Hamma eshitib bo'lgan bu mahalla bilan ko'plar ko'rishga keladi. Qishloqlar hamma kelar ekan, sayyohlar ertaga ko'p kelar ekan, mehmonlar bot ko'rib ketishga. Ha, kapot, bizni tayyorlanishimiz kerak, bizdan olib chiqishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri aytasan, bizdan olib tashlashimiz kerak. Hammangizlar do'stlar, Kapot meni yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bizning mahallada shunaqa zo'r mahalla qurdik. Qaranglar, bizning qishlog'imizda juda ham qimmat, juda ham zo'r mahalla qurdik. Mana almazni, shuncha almazni qayerdan oldik desanglar, xullas shuncha almazni biz topib oldik do'stlar. Просто tak ishlatmasdan shunaqa biz almazni mahalla qurdik. Shaxtadan biz qazo turib qishloqlar bilan shuncha almas topib oldik. Shuning ertaga maritotki ko'p qishloqlar keladi deyapti, ko'p qishloqdan. Shuning uchun biz hammasini tayyor qilamiz ko'rishga bu mahallani. Kapot, bekor almas ishlatmasdan shunaqa qurdik-ya. To'g'ri aytasan, yaxshi hamki shuncha almaslarni topamiz deya o'zi. Kapot zo'r bo'ldi, lekin ishimiz ham tugat bo'ldi. Vaqtimizni lekin juda ham ko'p ketdi. Zo'r qildinglar bolalar, gap yo'qligiga. Namunchu ko'p gapirsanglar, namunchu banan gapirib tashlasanglar. Sen kimsan? Men kimligim farqi yo'q, lekin bitta narsa gapirishim kerak. Bir marta gapiraman, ikki marta gapiraman. Sen kimsan? Sayyohmisan? Kel mahallamiz ko'rishga. Ayyoq hozir tayyormas edi ertaga. Nima sayyohga o'xshayapmanmi? Meni eshitgan Kapot nima deyapti? Bu kimga o'xshayapti? Meni ishlaring bir marta gapiraman bo'ldi. Xullas, bugun kechqurun juda ham katta odamlar hujum qilar ekan sizlarning mahallalarga, almazlarni olib chiqib ketishga. Ishonchi ehtiyot bo'linglar deb o'tirim. Ikkinchi marta qaytarmayman. Eshitmasanglar eshitmanglar. Menga voshi farqi yo'q. Просто aytib qo'ydim. Nima? Qanaqadir katta odamlar? Ha, juda ham katta o'g'rilar hujum qilar ekan. O'shani aytib qo'ymoqchidim sizlarga. O'sha bandani men ishlagan edim xullas. Nimaga bizga yetyapsanmiz? Aldayapsanmi? U bandani men haydalib ketganman. Chunki menga pul berishmagan. Ha, ko'p pul berishmagan. Menga o'shancha tushib ketganman. O'shancha sizlarga aytib qo'ydi o'tirim. Chunki men dushmanim bo'lib qolgan ular. Bo'ldi, himoya qilsalaring bo'lmasa men ketdim. Ikkinchi marta qaytarmayman. To'xtab bitta narsa so'ramoqchi edim. Qanisan, yana narsa so'ramoqchi edim. Ku oxir qishloqlar. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima deydi hozirgi o'g'ri? Bizani qishloqqa mana shu mahalla kechasi hujumga tushar ekan, almazlarni o'g'irlashga tushar ekan. Obbo, kapot nima qilamiz? Men uysiz qolaman bu yerda. Yo'q, uysiz qolmaysan qishloqlar. To'xtanglar, bo'lmasa bizni tashlash kerak bo'lmasa bu mahallada. Obbo, shuncha vaqtimiz ketuvdi lekin. Yo'q, hech qanaqa bizish kerak emas. Kapot nima qilamiz bo'lmasa? Bizish kerak emas, meni eshitinglar. Qanaqadir qilib bizani qishloqni endi himoyalash kerak. Nima kapot himoyalash kerak? Nima deganing bu? Ha, qo'rquvchini topamizmi? Yo'q, qo'rquvchilarni nima qilasizlar? Yo'q, kapot bizni qo'rqilmaymiz lekin. Qo'rquvchilar topsak hozir bitta kishi topamiz. Biz o'pshi o'rishimiz kerak. Yana ko'p pul ketadi. Shuning uchun qo'rqliysizlar endi sizlar qishloqlar. To'ppa-to'g'ri aytyapman men. O'zimizga qo'rqlaymiz endi. Men hamma formulani olib kelib, hamma qurollarni kapot nima deganing o'ylab gapiryapsanmi? Juda ham katta odamlar juda ham qo'rquvchilik qilyapti. Qanaqa biz qo'rqlaymiz? U juda ham katta o'g'irlarni. Qishloqlar qo'rqingmiz. O'zingizga ishoninglar bo'ldi. Mer bo'ldi. Olib kelsan forma qurolni olib kelgan biz qishloqlar bilan albatta qo'rqlaymiz. Ertalabgacha shunaqa chiqamiz. Butun shu mahallamizga o'rab olishimiz kerak. Kapot bizga yaxshi emasmi?
Yo, bunaqa demang. Shuncha vaqtimiz ketdi-ku axir qishloqlar. Shuncha vaqtimiz ketdi. Bo'pti. Meni o'zim formam bor. Bo'lmasa men hozir olib kelaman. Forma qishloqlar, qurol ishlar, nima kerak bo'lsa hamma qo'riqlash uchun narsani olib kelaman. Do'stlar, qo'riqlashga ham tushadimi? Shunday ham tez o'zgarib ketarmi narsa? Mazza qilib kulyotgandik, mazza qilyotgandik bo'tda. Ha, bo'tda to'xtanglar. Masxara emasmikin? O'zi bizdan ustimizdan kulishmayotganmikin? Yo'q, kapo, nima kerak bor bizdan so'ra kulib bo'ladi. Nima kerak bor o'zlab. Yetadi bo'ldi, ketadi. Ularga hech foydasi yo'q-ku. To'g'ri desanlar, qishloqlar to'g'ri desanlar. Qora yachkili esidan chiqmasinmi? Obbo do'stlar, shunaqa ham bo'ladimi? Nima bo'tdi? O'zi bo'tdi. Qanaqadir o'g'ri kelyapti, etyapti. Shunaqa kechasi sizlarga katta o'g'rilar hujum qilar ekan. Bu mahallani almasda o'g'irlash kelyapti. Men tayyorman, xaydorim do'stlar. Har doim men tayyorman. Ana bo'ldi. Tak. Kompot quruqluvchi sizlar bilan. Mana qaranglar, cho'tki chiqdi, chiroyli chiqdi. Ham menga yoqyapti, lekin kompot quruqluvchi hamma kerakli narsalar bor, forma bor, pistolet bor, telefon bor, o'qlar ham bor-ku. Mana qaranglar. Bo'ldi qishloqlar, hammanglar tayyor turinglar. Bir xil bo'lib qolamiz qishloqlar bilan. Ha, kapo, bir xil bo'lib qolamiz ostirab. Endi boshlasa ham bo'ladi, bo'lmasa qo'rqlash. Qishloqlar, davay turinglar. Mer cho'tkimi? Kapo zo'r chiqib-yu, bular zo'r chiqqan qishloqlarda. Hammalarda qurol bo'lsa, bo'lmasa, bo'tda o'rab olish kerak. Kapo, davay bo'lmasa, biz tayyormiz. Ha, tayyormiz oq qishloqqa. Mamako qishloqqa. Sanmi deng, cho'tib bilmayapti. Mana hech nima qilmaydi kapo. Qanaqadir ajrata olmayapman, chunki bir xil-ku hammalarni formanglar. Bo'lmasa boshlasa ham bo'ladi, hech kimdan qo'rqmanglar. Bizda ko'pmiz, ular munchalik ko'p bo'lmaydi. Bizda qurol ham bor, hech kimdan qo'rqmanglar qishloqlar. Tayyormisizlar? Ha, kapot, bo'lmasa tayyormiz. Boshlasa bo'ladi qo'riqlashim. Endi shu yerda turishimiz kerak. Qo'riqlovchilarning ham vazifasi uncha oson emas do'stlar. Bitta joyda turasizlar, yaxshilab hamma yoqni qarash kerak. Kapot xonaga kirib kelyapti. Yo'q, qishloqqa poylab turgansan. Mamako qishloqqa gapiryapti. Poylab turgan iltimos bo'ldi. Mana shu kutamiz endi. Nima kutamiz? Kelmasin ish qilib to'g'rimi? Kapot kelsa kerak endi bilmasam. Qanaqadir ovoz eshitildi orqadan do'stlar, menga eshitilib qoldim shunaqa. Bor tekshirib ko'rchi qishloqqa. Kapot nima tekshirishim kerak? O'stirib qoldi, ovoz eshitiladi o'yladi. Bor tekshirib tur, ratsiyadan balki nimadir etarsan menga. Dubayda kapot va tekshirib ko'raman. Yaxshi mani kuzatinglar. Mayli, fonarni yoqaman. Qanaqadir ovoz eshitildi. Qaysi ulardan eshitilgan ekan ovoz? Tak, botdanmikan, ikki botdanmikan? Mana mashinada eshityapti. Qani och ko'ramiz, qurolni qo'lga olamiz. Ikki bir. Hammasi yaxshi hozircha. Mana bu uyda eshitayotgan ekan. Hozir kirib ko'raman. Eslashto, bu yoqqa kelinglar. Mushuk bo'tda, mushuk bo'tda nima qotdi? Juda ham zo'r mushuk ekan, lekin yaxshi mushuk ekan. Mushuk nima qolsa, ovoz chiqarsa bo'tda. Nima qolsa? Ay, mushuk. Ay, nima qolsa? Ay, priyom, yomoqda sholdi men mushuk qaranglar mana. Obbo, bitta mushukni yuta olmadim manu. Bilmasam, kapot rostdan bitta mushuk yutgani yo'qmi endi? Sizlar qanaqa qilib qo'rquvchan yutasizlar, bitta mushuk yuta olmagan bo'lsa ham mana. Biz qo'rquvchan yutamiz, kapot bilmasam qanaqa qilib oddiy mushukni yutmadi. Katta bo'lganmikan? Qanaqa katta bo'ladi, kapot bo'ldi. Mana turinglar, hech kimga ahamiyat bermaylik, chalg'iymiz bo'lmasam. Men bo'lmasam o'rmonni qarab kelishim kerak kechasi. Ha, kapot o'rmonni qarab kelishi kerak. O'rmondan kelsa kerak u. To'g'ri desanlar qishloqlar, to'g'ri desanlar. Agar kelsa, u o'rmondan keladi. U to'g'rimizdan kelmasa kerak endi, to'g'rimi? Menda yana kechasi ko'radigan ko'zoynaklar bor. Hozir qishloqlar tekshirib ko'rgich o'zim. Hammasi joyida. Hech qanaqa o'g'rilar pakka ko'rinmayapti. Qishloqlar davay turibsizlarmi? U o'rmonga qaraydi. Chunki o'rmondan ko'proq kelish kerak. Chunki botdan kelmasa kerak endi bizning ko'zimiz yoniga. Bo'pti, sal kechasi men o'rmonni qarab kelishga ketaman. Bitta o'zim. Ha, kapot bo'ldi. Mashina turamiz endi. Ha, mashina turamiz, hech nima qilmasdan. Kapot bo'ldi. Men shuncha kutamiz o'sha qani ular. Qishloqlar endi ketishdi-yu, endi polimizda nima qilamiz boshqa? Kapqon uxlayib kelyapti ekan, to'g'ri desam. Qishloqqa mana uxlayib kelyapti, nima qilaylik ekan? Kuchimiz kerak, himoya qilishimiz kerak. Xo'p dedik-ku, o'zimiz rozilik berdik-ku. Bo'lmasa men o'rmonni tekshirib ko'raman. Ratsiyadan nimadir aytvorman, nimadir bo'lsam. Oppa, mana kech qolib ko'radigan ochkani kiyamiz. Ana bo'ldi.
Do'stlar, bitta o'zim men tayyormanki, bitta qishloq olsammikin. Mayli, shero chaqiraman agar kimdir ko'rsam. Hech kim ko'rmaydigan bitta manda ratsa bor-ku, priyom deyman. Bu qishloq qilib bu yoqqa yetib keladi, yaqin qo'yadan. Xo'p, qani endan o'g'rilar, qani chiqasin ish qilib. Yo, chota botni ko'rinmayapti. Botni ham yo, botni yozilma ishda orqaga qaysam ekan. Ayki salta bechiq ko'raychi, ana salta baroga chiqib ko'ray. Ana ishlaring, mana ishlaring. Sekin o'g'ri ko'rinib turibdi. O'g'ri obbo. Ey, priyom. Qani ratsa hozir qurol olishim kerak qo'limga. Obbo, o'g'rilarni ko'rib qoldim do'stlar. Tezroq o'ldirish kerak endi ularni. Ey, priyom, qishloq qila. Tezroq olsanglar telefonni nimaga olmayapsizlar? Kapon, nima bo'ldi? Mana yerda o'g'rilar bor. Ular bitta emas hamda. Obbo, tezroq kelinglar. Bu o'rmonga sal teparoq chiqsanglar ko'rasizlar. Bo'ldi kapon, oqishloqqa yo'lga tushyapti. Tezroq bo'linglar. Men sigirdan qo'rqib ketdim men. Tezroq bo'linglar iltimos. Qo'rquvchilar, tezroq bo'lsin, ana qishloqlar. Obbo, qanani o'quvchilarning o'g'rilar yana katta deganda ham ko'p ekan. Ular o'shancha men qishloqni chaqirdim. Bitta bo'lsa o'zim yutardim. Bora qolib o'tdan qani o'ldirishim kerak. Hamma almaslarni o'ldirib tashlayman, hammasini o'ldirib tashlayman. Hamma qishloqlaringni, hamma almaslarni olib tashlayman. O'sha mahalla endi meniki bo'ladi. Chimosan mana ol. Davay mana olgin senga sikirro. Qana bo'ldi. Birinchisi ham ketdi do'stlar. Yana bitta mas'ullar ko'proq deb o'tdi, o'shancha qidirish kerak. Mana orqasidan keldi, mana uni otishlaymiz. Orqasidan keldi, ko'rmay qoldi ham, mana otlaring otmanga nimaga salaktasanlar, bitta mana otlaring ot. Qani bo'ldi. Bittasi ketdi, ikkinchisi qoldi. Davay, ot. Davay, nimaga otom? Bunisiga ikkinchisi ham ketdi. Urra, ikkitasini o'ldirdim, ikkitasini yedim. Yana bo'lish kerak bo'ldi. Qidiramiz. Alo. Qo'rqitib yubordilar. Kapot. Qishloqlar yana o'tda bo'lish kerak. Men bittasini o'ldirdim. Ammo esa ikkitasini o'ldirdim. Nima ikkitasini o'ldirding? Ha, kapot bo'ldi. Ular tugadi. Biz o'ldirdik hammasini. Nima rostdan gapiryapsan? O'qimam machkini yechib olib ko'zlaringni juda ham ko'zim og'rib ketdi lekin. Ha, kapot rostdan ham bo'pti. Kapot ketik bo'lsa uxlab ketdi. Yo'q, qishloqlar bizni ertalabgacha turib berishimiz kerak. Yana kelib qolsa jularni bandalari. To'g'ri aytsan kapot, to'g'ri aytsan. Ertalab yana sayoqlik kelish kerak, ko'rishga hech nima bizga ketish kerak emas. Shuning uchun qishloqlar bizni ertalabgacha turib berishimiz kerak. Bo'pti, cho'chib o'rotdim sizga. Bo'pti, yaxshi ishladinglar do'stlar. Sizlar ham juda ham yaxshi ishladinglar. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashim kerak. Bo'lmasa biz endi baribir ertalabgacha qarab, qo'rqilib chiqishimiz kerak. Like bosishni, obunachiliqdan chiqmasdan keyingi videolarimni kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.